Assalomu alaykum. Mamlakatimizda amaldagi qonunchilik hujjatlarini, xususan qurilish sohasidagi ruxsat berish tartib-tamoyillarini soddalashtirish hamda sohani raqamlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq obyektlarni loyihalashtirishdan boshlab ular foydalanishga qabul qilingungacha bo'lgan jarayonlardagi amaldagi normativ-huquqiy hujjatlardagi bo'shliqlar, to'liq tartibga solinmagan jihatlarning mavjudligi amaliyotda turli muammolarni keltirib chiqarayotgani ham bor gap. Shu sabab sohani tartibga soluvchi hujjatlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali mavjud muammolarni bartaraf etish zarurati yuzaga kelayotgan edi. Kuni kecha qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qaroriga ko'ra sohani tartibga soluvchi amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda jamoatchilik nazoratini o'rnatish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, qurilish sohasidagi davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi ma'muriy reglamentlarni takomillashtirishga qaratilgan bir qator qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilmoqda. Xususan, obyektlarning xavf-xatar toifasiga qarab ularga ruxsatnoma berish va loyiha hujjatlarini kelishda davlat xizmatini ko'rsatganlik uchun yig'imlar miqdorini aniq belgilash, vazirlik va idoralarning yer bilan bog'liq ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilish orqali mavjud muammolarni bartaraf etish, hududiy arxitektura shaharsozlik kengashlari tarkibiga tegishli idora va tashkilotlarini kiritish orqali ayrim toifadagi obyektlar loyihalarining arxitektura qismini kelishish, shaharsozlik normalari va qoidalari bilan tartibga solib bo'lmaydigan, ya'ni loyihalanmaydigan obyektlarning loyihalar uchun ishlab chiqiladigan maxsus texnik shartlarini texnik kengashda ko'rib chiqish tartibini belgilash, obyektlarda qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ro'yxatdan o'tkazish tartibini ruxsat olish tartibiga o'tkazish, qurilish-montaj ishlari tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilish tartibotini takomillashtirish kabi o'zgartirishlar bilan to'ldirilmoqda. Shuningdek, 2026-yil 1-yanvardan boshlab turar joy majmualarini qurishda obyekt nomini davlat tilida bo'lishi hamda davlat tili qoida va talablariga qat'iy rioya etilishi majburiy etib belgilab qo'yilmoqda. Qurilish obyektlari loyihalari aks etgan bino pasporti, pesh lavhasi, qurilish maydonlari atrofidagi vaqtincha devor va to'siqlardagi barcha yozuvlar, shu jumladan reklama va e'lonlar matnlari ham davlat tilida yozilishi shart. Obyektlarda qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ruxsatnoma olishda ham, ulardan foydalanishga ruxsatnoma berishda mualliflik, texnik va ichki nazoratni amalga oshirish bilan bog'liq hujjatlar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyalariga taqdim etiladi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining raqamli texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda qurilishi tugallangan obyektlar bo'yicha foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi hamda muvofiqlik deklaratsiyasining namunaviy shakllarini tizimga joylashtirish choralari ko'riladi. Shuningdek, yagona identifikatsion davlat xizmatlari portali orqali qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish va dalolatnomalarni shakllantirish yuzasidan axborot tizimlari integratsiya qilinadi hamda mazkur davlat xizmatini davlat xizmatlari markazi va yagona identifikatsion davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatish joriy etiladi. Yangi tartiblar sohadagi davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarini soddalashtirish, ma'muriy reglamentlarni zamon talablariga moslashtirish hamda fuqarolar va tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratishga xizmat qiladi. Albatta, ushbu tashabbuslar orqali qurilish sohasida samaradorlik oshishi, ochiq ma'lumotlar tizimining kengayishi va qaror qabul qilish jarayonlarida jamoatchilik ishtirokini kuchayishi kutilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.